Plastifikatorlar asta-sekin inson gormonlarini almashtiryapti va bu sezilmas darajada sodir bo'lyapti. Biz buni anglamagan holda kasal bo'lamiz. Ammo aslida mikro va nanoplastik har bir nafas bilan tanamizdagi to'qimalarga chuqurroq kirib boradi va asta-sekin hamma narsani ichkaridan yo'q qiladi. Avtoimmun va gormonal kasalliklarni qo'zg'atadi va kognitiv qobiliyatlarni pasaytiradi. Odatiy kasalliklarni nanoplastik keltirib chiqaradigan kasalliklardan ajratish tobora qiyinlashyapti. Yoshidan qat'iy nazar, tobora ko'proq odamlar bosh og'rig'i, vahima hujumlari, depressiya, uyqu buzilishi, semizlik va diabetga duchor bo'lishlariga e'tibor bering. Bu alomatlar bizning atrof muhitimizda nanoplastik darajasi o'sishi bilan parallel ravishda ko'payyapti. Ammo nega an'anaviy dorilar o'z samarasini yo'qotyapti degan savol paydo bo'ladi. Biz simptomlarni davolaymiz, lekin ular yana qaytib keladi. Nima uchun yengil kasalliklar rivojlanib, surunkali yoki og'irroq kasalliklarga aylanyapti?